Bugun nima taom tayyorlasam ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, bu siz tayyorlagan taomlaringiz ichidagi eng mazalisi va tez pishari bo'ladi. Ishimizni qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, ziravorlar, tuxum va qaynoq suvda 15 daqiqa uvitilgan guruch solib, yaxshilab aralashtirishdan boshlaymiz. Ketidan 2 osh qoshiq talqonni ham yaxshilab aralashtirib, shu ko'rinishda teftilchalar yasab olamiz. Qizib turgan yog'imizda katta-katta to'g'ralgan kartoshkalarimizni baland olovda qizartirib olamiz. Keyin teftillarimizni ham baland olovda shunaqangi ko'p yog'da qizartirib qovurib olamiz. Teftilga qiymani yarmini qo'y, yarmiga mol go'shti aralashtirib tayyorladim. Endi idishimizga yarim cho'mich yog' solib, piyozimizni shira torttirib qovuramiz. Ustidan qizartiradigan tuz va 1 osh qoshiqqina un solib, yaxshilab qovurib, 2 stakan suv quyamiz. Ana endi kartoshka va teftilimizni bitta qilib dimlasak bo'ladi. Xolodilnikda qolib ketgan cherini ham sovuramiz. Qopqoqni yopib, olovni pastlab 20 daqiqaga dimlaymiz. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar, mazasiga o'zingizlar baho berasizlar. Yeganlarimiz ibodatlarga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.